Hozir internetda eng katta xavf nima bilasizmi? Firibgar qo'ng'iroqlar, soxta havolalar, parol o'g'irlash. Bitta xato va barcha ma'lumotlaringiz ketishi mumkin. Bu muammo soliq tizimi uchun ham juda jiddiy. Shu sababli 10-mart kuni prezident farmoni bilan 2026-2030 yillarga mo'ljallangan kiberxavfsizlik strategiyasi tasdiqlandi. Endi soliq tizimida axborot xavfsizligi kuchaytiriladi. Soliq qo'mitasida kiberxavfsizlik bo'yicha alohida bo'linmalar tashkil etiladi. Ma'lumotlar bazalari yanada kuchli himoya qilinadi. Bundan tashqari, kiberhujumlarni aniqlaydigan milliy monitoring tizimi ham ishga tushiriladi. Telefon firibgarligi, soxta qo'ng'iroqlar, phishing. Endi bularning oldini olish uchun anti-phishing platforma yaratiladi. Bu esa fuqarolar, tadbirkorlar va soliq tizimidagi barcha ma'lumotlarni himoya qiladi. Kiberxavfsizlik bu shunchalik texnika emas, bu ishonch va xavfsizlik demakdir.